Bo'pti, mana 21 million berdi. Kabinetga borib keladi. Hop. 21 million so'm hurmat do'stlar, savdo bo'lyapti. Naqla tashabdi? Naqla tashadi. Shularni 25 million. To'g'ri. Buni qarang, mana lekin bor, chiroyli semirib turadi. Endi mana buni qaranglar ekan. Voy, maşallah. Yabalar chiqib semirib ekan. Buni qarang. Bular nima deyapti bular? Mana. Nima deyapti bu akalar? Buni sovurganini qarang. Şu ana akalar sherigi. Buni qarang, jonivor kelishini. Mana sherigi akalar 54 mingdan qo'yib berishga taroziga. Assalomu alaykum. Otabek kanalining hurmatli obunachilar va YouTube chorva buqa ishqibozlari. Xohlasa bugun biz Farg'ona viloyati Oltiariq tumanidamiz. Oltiariq chorva bozoridan buqalar qatoridan videomizni boshladik. Qo'limizdan kelgancha chiroyli qilib bugungi narxlarni ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Videomiz yoqsa albatta like bosib, kanalga mehmonlar obuna bo'lib qo'yinglar. Bugun 2-may haftaning juma kuni 2025-yil juma yomi barchalaringga muborak bo'lsin. Ilohim fayzli va barakotli o'tishini tilab qolamiz. Hurmatli obunachilar. Videomizni birinchi qismini sigirlardan va g'unojlardan oldik. Qiziqqan aka-ukalar bo'lsa, bemalol o'tib ko'rishlaring mumkin. Ketdik, kutilmagan holatda boshladik videomizni. Hozir adashmasam, qaysi bir savdo bo'lyapti? Greyfordmi bumi? Bunisi nech pul? 16 million so'm. Mana shu navosimiz, hurmatli do'stlar, savdosi bo'lyapti, berilgani yo'q. 16 millionga mana savdosi qizyapti. 16 million. Xo'p. Bu Greyford nech pul so'rashdi aka? Nech pul? 16 ga bermadingiz. Greyfordimizda 16 million savdo bo'lyapti, akalar. 16 million. Qaroz qolganmi jonivor? Yetib qolsa ekan-da. Nomer aytib qo'ying aka, novozga. Nomeringizni aytib qo'ying. Telefon nomeringiz, ha. 91lik 286 1964. Bo'ldi. 1964 ekan akalar. Aka nech pul bo'ldi novoz? Aka. Nech pul? Nech pul? 13.700 ming. Shu yer ketdi. 13.700 ming so'm. Savdo qizg'in bo'lyapti akalar. Nech pul? 21 million? Bo'pti, mana 21 million berdi. Kabinetga borib keladi. Hop. 21 million so'm hurmat do'stlar, savdo bo'lyapti. Baraka to'ymi? Kesishinglar qoldirsa. Mashinga bo'lyaptimi? Savdo bo'lyapti. 21 million. Zaten yo'lga turyapmiz-da. Qancha bo'ldi? 14 million 300. 14 million 300. Xo'p, hurmatli obunachilar, Greyford buqalarimizni kichikroq variantidan. Hozir ko'rsatdik-ku, katta novoz Greyford savdosi bo'lyapti. Xuddi o'sha paroda, xuddi o'sha novozlarimizdan kichikroq variantlardan kelaman. 1 2 3 4 5 6 7 8 bosh ekan hurmatli do'stlar. Mana aylantirib ko'rsatib qo'yay. Narxlar nech pul ekan buni? Narxlar aka hisoblanishingizga 20 dancha topib beramiz. 20 milliondan kami bor. Ozginadan kami bor. Hurmatli do'stlar. 20 milliondan hurmatli do'stlar, bo'g'ichetgan. Aka savdosi qana bo'lyapti? Savdosi bitta joyga hammasi 18,5 million berdi. Bermadingizmi? Bering aka 18,5. Aka narxlar tushyapti-yu, aka shikillar so'rabdi-yu. Bilan mollar tozaligini qarang. Ya to'g'ri, lekin bitta qutilasida aka. To'g'ri, ha, shunaqa.
Endi bizga ko'pchilik olsa yaxshi, hamma olib baraka topsa biz xursandmiz. Mana do'stlar, hammasini bitta joyga 18 million 500 mingdan savdosi bo'layotgan berilmoqda. O'ting aka. 18 million 500 dan. 21dan kami bor aka. 8 bosh. Yirik bo'ldilar. Nomeringizni aytib qo'ying aka. 90lik. 90lik. 838 838 21 22 22. 22. Agar tanlab olaman desa-da 18 millionligi bormi ichida yo'qmi? Bor. Qaysi biri? Ha. Bo'ldi. Turunchida turgan novvosimiz, hurmatli do'stlar. Mana. Mana shu novvosni 18 millionga beraman deyapti. Lekin hurmatli do'stlar, kimga qanaqa bilmadim-ku, 18 million 500 da hammasini bitta joyga yaxshi savdo bo'libdi lekin, to'g'ri? Meni o'zim fikrimcha. Bo'ylari 5 sm, 7 sm shunday atrofidagilar. Ha, yo'q, akangiz aytdi. Telefon nomer. Nech pul ekan ovoz aka? 12 million kami bor akalar. O'tyapti, qarang. Necha oylik bu? 2 oylik, ha? Necha pulga bermayapsiz? 10 million 500 mingga berilmayapti, hurmatli do'stlar. 2 oylik bo'zaycha ovoz. Lekin o'ta ham kelishgan ekan bor akalar. Nomer aytib qo'ying aka. 99 lik. 110 5686 hurmatli do'stlar. Shu nomerga aloqaga chiqaverasizlar. 10 million 500 ga berilmayapti. 10 million 500 ga berilmayapti ekan. Nima deysiz aka? Bo'ldi, xo'p. Hurmatli obunachilar, yeribotlarimizga kimgadir qiziq bo'lsa, uyda yana bor ekan. Telefon nomerni qo'ydik, aloqaga chiqib, bemalol gaplashib kelib, beshik qayerda? Marg'ilonda hurmatli do'stlar. Borib ustida ko'rib savdoni qilib olaverasizlar. Yeribotlar yaxshi, lekin ozgina yetib pas ekanda janovorlar. Sotildimi aka? Yo'q, sotilgan yo'q. 15 kami bor. 15 kami bor ekan. Necha pul qilishdi? 14 qilyapti aka. 14 million. Yaxshi olsa ekanda akalar, qaranglar. Bo'yi birovdan balandroq. 1.2 desam bo'ladi, hurmatli do'stlar. 14 million savdosi bo'lyapti. Narigi ikkovinichi? 30 qilyapti. Bu ikkovini 31 million. Oqilani ko'rsatdi. 31 millionga jupi yo'q. Nech pul dishdi aka? 14 dan. O'rtadagi 15 ya. O'rtadagi qimmatroq ekanda? Bu bilan bunisini 14 dan, o'rtadagini 15,5 million akalar. Savdosi bo'lyapti shuni. Nomer aytib qo'ying bu qo'larga. 91lik. 91lik. 683 683 1619. 1619. Rahmat. 32 bo'lsa vodi bo'ylab dastavkasi bor. O'tib berasiz aka. Telefon qilsin kelishamiz. Bo'ldi. Telefon qilaverasiz. Mana-chi, 14 ga o'tib berasizmi? Yo'q, 14 ga qo'shadi. 14 ga qo'shadi. Yaxshi olsa ekan, kelaman, shakalaman. 14 mingga berilmayapman deyapti. Telefon nomeri hozirga. Aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p. Mana novvosda sotildimi ekan? Sotildimi ekan ular? Hammasini arqoni yangi-yu. Azbek boyaka nima gap? Bu Azbek boyaka nima gap? Nech pulga bordi aka bu? 2 million 500 ming. Yetib ekanda jonivor, mayli. Ikkovini nech pul ishdi? Yo'q, 14 million 700 qildi. Nariginichi? 14 million 200 qildi. 14 million 200 mingga 14 million 700 ming so'm savdosi bo'lyapti akalar. Mana shunday olsa sotilganda. Mayli, nasibda endi narxini egasini bilmayapmiz to'shni. Narigi qatorga o'tamiz, hurmatli do'stlar. Nech pulga bordi kimdan ekan?
16,5 million so'm. Savdosi bo'lyapti ekan, tarqildi. 16 million 500 ming. Buni jonivor qo'ying semizligini. Ana nima? Qanchaga? So'rab kelganga borib qoladi. Qancha bo'ldi ovoz? 14 million 500 ming so'm. Sotilgan variantdan ketdi. 14,5. Ana kimdan ekan mana u? Nech pul? Beravering. Nech pul o'sha? Qo'yib bering, kamida turib. Nech pul savdo bo'lyapti? 15 million 300 savdo qildi. Sizdanmi? Qo'shi bolasimi, hali Ya, egasini. xo'p, tushundim. 15 million qilyapti. Jon akami 15 ham savdo qilsa 15 beradi. Shu. Qo'shib yetkilar aka, o, sizdanmi? Hurmatli do'stlar, rostmi yolg'onmi bilmadimmi? Yolg'onligi aniq. Mana shu ovoz. 13 qilyapti deyapti. So'ramadim. Biraz degan ham o'ylanib qolar ekansiz. Nech pul qilishdi aka bu boqmalarda? Ekoni 43 million. Ikkovini 43 million, 21,5 million. Bo'ldi, denam. Akalar rosa yengga tashlaydigan boqma bo'lib qoladi. Bo'ylari 125, 120 shunaqa. Nech pul? 17 million beryapti, sotmayapsiz. 17 million savdosi bo'lyapti akalar. 17 million mana olib qoladi. 17 million. 17 ga ozgina qo'shib beramiz deyapti akalar. Nech pulga bordi bu? 18 million so'm. Mana akalar. 18 million. Jonivor dumi yo'q ekanmi? 18. Ertalabda 18,5 savdo bo'lgan ekan. Hozir 18 savdo bo'lyapti akalar. Ovoz. 15 soatda ketib Nech pul bo'ldi bu? Nech pulga bordi aka? 17,5 million so'm. Tek. Standartmi? Kameraga qarab kelyapti. Mana shu ovoz hurmatli do'stlar, 17 million 500 ming so'mga bo'yi 1.18 shunaqa. Bozor tashlabdi akalar, bozor tashlayapti ekan. Buchi bu qanchaga bordi ko'k? 17 million so'm. Yebilsa bo'ladigan akalar 1,5 yosh atrofida ovoz. Qanchaga bordi bu? Xudo qilasizmi? Gaplashyapti. Hurmatli do'stlar, 17 million 700 ming so'mga mana shu ovozimiz to'qol ana. Savdosi bo'lyapti ekan. Yurchi. Yur. Che tortinchi bu jonivor. Mana orqasini ko'rsatib qo'ying. 17 million 700 bunisi, 17 million so'm bunisi savdosi bo'lyapti akalar. Solishtirib olasizlar mana. Lekin hurmatli do'stlar, mana bu yosh kattaroq o'xshayapti mana bunga qaraganda. Nima bilmadim men. Chiqardim aka, oldim. Qaysi? Ha, ikkovi juftmi? Bu qanchaga bordi? Mana so'radim aka, 17 ga bermayapman deyapti. Burchi qora. Qorasini 17,5 million. Hurmatli do'stlar, mana bu ko'k bilan mana bu qora jup ekanda, sheri. Qorasi sherigini 17 million 500 ming savdosi bo'lyapti ekan. Aka, navbat aka. Qaysi savdo qilyapsiz aka? Nech pul? 15 million. Mana bu tarqilamizda hurmatli do'stlar. 15 million savdosi bo'lyapti ekan. 15 million. 15 million. Maza ekalavana. Aka bu sotildimi? Qanchaga? 15,5 million bo'pti. Hurmatli do'stlar, sotilgan joyida mana. Orqamni ham ko'rsatib beraymi?
15 milyon 500 bin so'm. Zo'r. Barakasini bersin. Oğlum geri bo'ldi kimdan ekan ha? Geri bo'ldi kimdan? Aka, bilmaysizmi? Zo'r ekan, bori akadan orqalarini qarang. Itpas. Masda. Ola go'sh. Itpasmas. Nech bo'ldi işte tog'a aka uni? 28 beraydi deyishyapti. 28 bilan shu yerda beraydi deyishyapti akalar. 14 dan. Mana bu yetanchagina bola degani jonivor. Nech bo'ldi işte buni aka? 16,5 million. Akalar bo'lsa endi yoshiga to'lgan ovoz bor-ku, lekin sho'xroq ekan. 16,5 savdosi bo'lyapti ekan. Mana shu Greyfurtlarni bilmadik-da. Xo'p, Otabeyuz. Hurmatli do'stlar, Greyfurtimizga shvet sotilgan joyidan boqmoqdalar. Shvetimiz 19 million 500 ming bo'ldi deyapti-kan. Bunisini 20 million tepasida ekan. Sotilgan, lekin mana uni to'g'ri narxini bilishmas ekanda. 20 million tepasida sotilgan, bu 19 million 500 ga sotildi. Greyfurtlar bilmaysizmi aka? Greyfurtlarni? Yo'q. Sentrda ko'rishamiz. Egasi yo'q. Egasi yo'q. Xo'p, kommentariyada bozor narxlari haqida fikringizni bilib aytib keting deb aytishyapti. Bozor, hurmatli do'stlar, tashabdi bozor. Bozor tashabdi. Bu gibrid kimdan ekan? Gibrid. Aka, bu kimdan ekan? Sotildaga 18,5. 18,5 million bo'ldi. Hurmatli do'stlar, gibrid jonivor to'qor. 18 million 500 ming so'mga. Qarang, yemga bog'lagani tayyor novoz. Yo endi. Hop. Xo'p. Yosh novvoslardan oling deb zakasi tushgan edi, hurmatli do'stlar. Qo'limizdan kelgancha olishga harakat qildik. Sotildimi aka? Qaytdimi? Nech pulga? Nech pulga bordi? 10 million so'm. Voy, qarov. 10 million so'm, hurmatli do'stlar. 10 milliondan qaytdi. Buchi bu aka, ikki. 12dan bermaysizmi? 12 milliondan berishmabdi, hurmatli do'stlar, 24 ga. Tog'a nech pulga bordi-ku? 23,5 qilishyapti. 23,5 million so'm, hurmatli do'stlar, jupini. Mana. Otabeyuz. 23 million 500 ming so'mga berilayotgan ovozlar, hurmatli do'stlar. O'zimizning messindan ovozlar. Xo'p, endi hurmatli do'stlar, nech pulga chiqdi Greyfurt? 24. 24 million so'mga chiqdi, hurmatli do'stlar, savdosi berilgan yo'q ekan. Hali 20 qancha edi? 21 minglik shunaqa. Yo'q. O'tib ketdi. Aka! Novvoslar bugun bozorga juda ham ko'p chiqqan, hurmatli do'stlar. Yaxshi, rahmat. Assalomu alaykum. Sizga yuring, choy ichdingizmi? Rahmat, salomat. Choy ichdim ha. Kimdan ekan novvoslar, bilmaysizmi? Bag'dan aka. Pullari nech bo'ldi aka? Pullari 22 deyapman mashina. qorani Ekchi chiqargan ekan. Shibizgan kuray bor buqamiz, hurmatli do'stlar, yemga tayyorida 22 million savdosi bo'lyapti. 24 millionga jichakan. Bola go'shtni olamiz aka, aytini ko'ringlar mana. 24 millionga jichakan. Qo'limdan achchigina katta ekanda, lekin buchi mana bola aka 22,5. 22,5 million. Naqla tashabda? Naqla tashadi. Shularni 25 million. Ha, to'g'ri. Naqla tashadi.
Bunu qarang aka. 25 million 25 million tepasida novvoz mashinalar aka. 24 ga ozgina ekan savdo bo'lyapti. Beshi qayerda aka? Rishtonda Zodiyonida. Rishton Zodiyonida. Nomer aytib qo'ying. 91lik. 91lik. 661 661 4330. Mana bu qani ham savdo ularni ham qilib beramiz. bo'ldi. Orqasini ham ko'rsatib qo'ying akalar. 22,5 millionga berilmayapti mashina olsin. Bola go'sh. Yemga tayyor bor-ku. Xo'p, davom etamiz. Lekin bozor tashadi bu deymiz-ku, lekin Qo'qonobodda olib boqish ham oson bo'lmayapti-da, hurmatli do'stlar. 6500, 6600 dan kunjara olib boqib ko'rsangiz, voy bay. Kimdan ekan bu qo'la? Sizdan Mas'ud og'a? Nechi puldan pullari? Shu anu. Matta mashinada? Yo'q, o'ladi. Yo'q, qorada. Ha, qorada ag'imi? Nechi puldan? Uchtasi 65 million. Ha. Buni do'stlar. Ha. Qoradan mashinalar ekan. Uchovini 65 million so'mga savdosi bo'layotgan, berilmayotgan. 65 millionga. Uchovi anchagina katta akalar, o'rtadagi kichikroq xolos. Uchovi ancha kattagina, buni qaranglar. Voy. Yelkan, ey jonivor. Ona qarada, qarangda. 65 millionga yo'q berilmayapti deyapti. 21,5 dan to'g'ri keladimi? Qo'yolsa yo'g'i. Voy. Nomozlar qarang ko'pligini. Sizlarmi aka? Nech bo'lishdi? Savdo bo'lmabdi, hurmatli do'stlar. Nech pul baho aytyapsiz aka? Qaysiniki? Uchtasimi? Cho'g' bitta joyda ekan. Hurmatli do'stlar, uchalasi shu akamizdan ekan. Men ma'lummi deb o'ylayapman. Nech pul axir cho'g'ga? O'zi nech pul so'rashgan aka ertalabda? 27 million. Akalar, o'rtadagi novvosimiz 27 million so'm savdosi bo'lgan ekan, berishmagan ekan. Qanchagina semiz novvos o'rtadagi. 27 ga qo'shing beraman. Hech pul deyapti. Bu 27 million so'radi, ammo akim bizga pastroq so'rab o'tib ber deyapti. Hozir endi 27 ga o'tib ber. Mana 25,5 ga. Buni-chi mana uni? Sizdan emasmi bu? Bozorda endi qarang akalar, ertalabda 27 ga berilmagan nomasi hozir 26 savdo qilyapti. Endi savdo bo'lyapti. Nech pul? Qaysi biri? Mana 25 million. Manami? Ha, bunisimi? Ha, ana shu 28. Misol akani, nasib akani molini akalar, mana shu katta novosimiz 25 million so'm savdosi bo'lyapti. 25 million. qaysinini? Otabek. Ha, gap yo'q. 26. Novos ekanligi bor. İşte. Aspar ekan opasi zo'r bo'ladi. O'tib ketay. Ha, olib qo'y. Sizdanmi? Yo'q. Assalomu alaykum. Sizlardanmi aka? Ikkovi. Taniyapmi? Nech puldan? 25. Boshqa sheriga ekan. Ancha 63 pulda ekan. Buni 63 million hurmatli do'stlar. Ana 25 million savdo bo'lyapti. Cho'g'i shu akamizdan ekan. Voy. Mana u lekin yomon ekan akalar, uni qarang. Yelkani qarang, nima deyapti yelka mana. Dilshod.
63 milyonga berilmayapti ekan akalar. 63 milyonga. 30 milyonga 33 milyon shunaqa hisoblasangiz bo'laveradi. Mana lekin mol chiroyli semirib turadi. Akam, taroziga chiqdimi aka? Taroziga chiqdimi? 640 kilo. Maşallah. 630-640 kilo keladi deyapti akalar. Janovar, mana uni qarang. Boqqaningizdan otasiga rahmat, zo'r. Nomer berib qo'yasizmi? Aytib qo'ying. 90lik 874 6202 hurmatli do'stlar, shu nomerga aloqaga chiqib olasizlar. Kimdan ekan bu? Xo'p, hurmatli do'stlar, shu yerga kelganmidik. Bozorda bir aylantirib ko'rsatib qo'yay akalar. Dek borib, ko'rib maza qilasiz, tasvirni ko'rib borib. Bularni qarang ko'pligidan. Voy. Grefot qarang tuzini ham sal. Ajjonova. Onun kattaligini qaranglar, uni gigant buqon. Voy. Uni qarang akalar. Grefotlar mana akalar. Oho. Gapimga eshit, vaqt yo'q. Tey jonivor. Kallani o'zi bir dunyo ekani. Endi mana buni qaranglar aka. Voy, maşallah. Yabalar Spet semirib akalar, buni qarang. Bu qo'lar nima deyapti bu qo'lar? Mana. Nima deyapti bu akalar? Buni sovurganini qarang. Kimlar? o'tirgan bola. Aka, hormang. Qo'la sizdanmi aka? Nechtasi? Mana bu ikkovi narigi qorami? O'tib ko'ring aka, havas qilyapsiz-da bizlar. 5 milliondan kam bor. Savdosi nechta bo'lyapti aka? 2 million. Maşallah. Mana do'stlar, havas qilganlar bittadan like tiziladi bosib qo'yinglar. Ilohimizga ham boqish nasib qilsin akalar. Yelkani qarang-ku. Endi orqani qarang akalar. Nima deyapti jonivor akalar? Mana qarang. Qo'chqor ham xijolatli qo'y. Uchovi hurmatli do'stlar, mana bu ikkovi va qora. Uchovi hozirgi akamizdan ekan. 55 milyondan baho aytilyapti ekan, 125 millionga hurmatli do'stlar. Orqamda mana bu buqa turibdi-da, eshitib olyapti. Uchovini 125 million so'm hurmatli do'stlar, savdosi bo'pti, berilmadi. Aka, sotildimi bu? Qancha pullar? 32 millionga berilmasdan qaytibdi hurmatli do'stlar. Grefotimiz 32 milliondan qaytibdi. Yo'q. Voy, mana qarang. Bularni qarang akalar. Nima deyapti akalar yelka? Yerni qarang, tuxum qo'ysangiz bemalol turadigan joyga kelib qoldi-yu. Cho'y ham qarang akalar, bir-biridan o'taman deyapti. Voy. Onalarda egasini hozircha bilmayapmiz. Topishga harakat qilaman, hurmatli do'stlar. Boshqa olmaydi bu mol. Televizorni bor berek o'g'lim bolam sot. Eskitga. Hurmatli do'stlar, taroziga qo'yib berishga. Mana shu buqamiz-a, kerak bo'ldi. Mana shu buqamiz savdo bo'lyapti, hurmatli do'stlar. 54 mingdan taroziga qo'yib berishga. O'tiring aka, bemalol. Mana.
$54 ming. Baraka bo'ldimi? Buga yo'q, 55 dan bo'lsa oling deyapti akalar, taroziga qo'yib berishga. Mana qarang. Narxlar tashaganlar. Aka necha pul savdo bo'ldi bu? 35 qilishyapti. 35. Tish buzgani? Endi bizda. Kuragini endi buzibdi, hurmatli do'stlar. 35 million so'm savdosi bo'lyapti, 35 million. Yasa, bende chiqib turaman aytgan. Lekin boqadigan akalar, boqadigan. 35 million so'mga yo'q. Hurmatli do'stlar, va nihoyat mana shu buqamiz egalarini topdik. O'sha turgan akalarimizdan ekan. Xo'p, savdosini men o'zim ko'rdim, hurmatli do'stlar. Ustida savdosini ko'rdim. 35 million savdo bo'ldi, hurmatli do'stlar. 35 million. Narxlar tashlaganini qarang akalar. Mana qarang, 750 kilo tepasidan ovoz, men o'zim tushdim akalar. 800 kiloga menimcha bo'lmasa kerak-ku, lekin 750 kilo bemalol bosadi. 35 million savdo bo'layotgan akalar. Uyda 40 million so'm savdosi ko'rgan deyapti. 40 millionga ham berilmagan deyapti akalar uyda. Buni qarang, kattaligini jonivor, semilgan deyapti. Bunday qilib boqish oson emas. Voy. 35 million savdo ko'rdi. 35 million. Narxlar tashlaganini qarang, narxlar. Lekin mana bu ikkovini ovozga lekin havas qildi. Ikkovini 125 millionga. 40 million 41 million 500 dan bo'ladimi? 41 million 500 dan savdosi bo'lyapti. Ikkovini qo'yib qaranglar. Lekin haqiqatda zo'r semirganda foizni berish yorib qo'yadi bu jonivorlarni. Videoni shu joyga ko'rgan bo'lsangiz, akalar havas qildim deb kommentariyada yozib, layking bosib qo'yinglar. Buni qaranglar akalar. Ajrab chiqib ketdi, dumma solib. Katta buqamiz parozga chiqdi. Bu sotilibdimi yo endimi? Qanchaga? Bo'ldi 22 da. Nima bo'lyapti o'zi? Faqat 22 da turibdi. 50 ming. Hurmatli do'stlar, 50 mingdan taroziga qo'yib berishga 520 keldimi? 520? 520 kilo keldi, hurmatli do'stlar. Mana. Ko'chaga yetalang, ko'chaga. Taroziga qo'yib berish. Boqma bu qo'yganda jonivor. Yana bir buqamiz kelyapti, hurmatli do'stlar. Jonivor avlika olmuş shunaqa. O haydayapti. Aka bu sotildimi? Qanchaga? Taroziga qo'yib berishga. Zo'r. Barakasini bersin, hurmatli do'stlar. 54 dan. Sherigi bormi buni? O ana akalar sherigi. Qarang, jonivor kelishini. Mana sherigi akalar. 54 mingdan qo'yib berishga taroziga. Ayol chiqmadimi? Kecha tortib oling. Bo'ldi. Bo'ldi. Mana. 627 kilo keldi, hurmatli do'stlar. 54 mingdan ketdi jonivor. Mana endi sheriga 627 kilo. Endi sheriga mana. 54 dan. Shu jonivor. Sheriga 627 kilo keldi, hurmatli do'stlar. Bo'ldi. Qani bunday qilib 180 oldi. Ayak ekan yo'qmi? Yo'q. Yur. Bo'ldi ana. O'lchang endi. 634 kilo keldi. Bo'ldi, baylaring joyiga. Joyiga baylang, joyiga. Yur.
Görmeden zor okuyor. 634 ga 627 kilo qo'larimiz 54 mingdan. Maşallah. Bular qarang kattaligiga. Endi narx tashlaganini qarang. Yur.